50 soniya ichida qandli diabet bor bo'lgan bemorlarga qaysi payt ko'zga inyeksiya qilish to'g'riligi haqida aytib o'taman. Qandli diabet bor bo'lgan bemorlar ko'p yil mobaynida davolanib yurganda birinchi navbatda asoratlar kichik qon tomirlarida paydo bo'la boshlaydi, ya'ni ko'z tubidagi qon tomirlarda. Birinchi navbatda bu qon tomirlar mo'rt bo'lib, qon tomir yorila boshlaydi va o'sha qismda ozuqa buziladi. Ozuqa buzilgan qismda esa gipoksiya paydo bo'ladi, ya'ni ko'z tubidagi hujayralar nafas ololmay organizmdan yangi qon tomir talab qiladi va yangi qon tomir o'sayotgan paytda ko'zda har xil shikastlanish paydo bo'ladi va bu hattoki ko'zni ko'rlikkacha olib kelishi mumkin. Shuning uchun inyeksiyani ayni qon tomirlar o'sayotgan davrda qilish shart. O'shandagina bizlar ko'rish o'tkirligini saqlab qolishimiz mumkin. Undan oldinroq yoki keyin qilingan inyeksiya esa afsuski foydasi bo'lmaydi. Agar sizda qandli diabetning ko'zdagi asoratlari bor bo'lsa va siz vaqtida mana shu inyeksiyalarni olmasangiz, bu ko'zni ko'rlikkacha olib kelishi mumkin.